Biz ham farzand ko'rmaganmiz. Bola asrab olmoqchi bo'ldik. Lekin jur'atimiz yetmadi. Yoshimiz ham bir joyga borib qoldi. Men jon deb farzand bo'lishga tayyorman. Ozgina yig'ib qo'ygan pullarim bor. Faqat sharoitinglarni ko'rib, qurbim yetmasa kerak deb qo'rqaman. O'g'lim, siz allaqachon ota-onani sotib oldingiz. Qanaqasiga? Siz ko'rgan e'lonni 8 yil oldin osib qo'yganmiz.